أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hurmatli qarindoshlar biz bugun Al Imron surasining 70-82 oyatiga keldik. İlgirki oyatlarda Allah subhanahu va taala bütün payg'ambarlardan olgan ahdi misoqlari dinni yenglash uchun buzulğayını tüzüş üçün kelgen her qandaq bir peygamberge onun ümmetining ergişişinin zarurligini, kerakligini yetküzüş haqqida. Ve şununla qısturulmuş şekilde kişilerninki dini cihette Allah'a nispeten ixlas ve doğru niyet, doğru nişan ikenliginin ifade sübütüde özra talışıdığan bir nesinin yokluğu. Kim hakikatini ortaya koysa kemçillikni to'liqlab kelsa, uni qabul qilishning zarurligini ilgirki oyatlarda deb o'tgandik. Bugungi oyat shularga nisbatan, shuningga ovoz qo'shmagan, buningdan yuz o'rgan kishilarningki ahvoli haqida so'zlab keldi. Astag'izu billah. Faman tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun. Ammo shundan keyin shunchalar masala oydinlashdi. Peygamberlerning vazifasi shu, ummetini buyrug'ini shu, buningga guvohlik bergani o'zi va ummatlar va shuning bilan qo'shilib Alloh subhanahu va taolo buningga ham guvohlik berdi. Shu ishlardan keyin, ya'ni buningga qanoat topmay, yuz o'risa, hemen tavalla ular ana alışarlık fasıqlardır. Endi oyatdagi tavalla so'zi asli sözünün lug'atdagi ma'nosiga qaragan vaqtda birovninki keynini qilib ketkinini ifodalaydi. Bu yerda nimani ifodalaydi desa, payg'ambarlardan shunday ahd misoqlarni oldi. Mayli siz o'zingizni Yahudi dinidagi bir ixlosman deb qarang yoki Xristian dinidagi Isa alayhisolamning ergashchisi deb qarang. Payg'ambarlarning tashabbusi shu. Ummatlarningki bergan guvohligi shu, Alloh subhanahu va taoloning bergan guvohligi shu, hammalarning bergan guvohligi shu. U o'simi haqiqat kelgan hamon o'zining xatosidan yenish, o'zining har qanday shaxsiy manfaat, shaxsiy g'araz, havoy havas, o'zining xohishlarini qayrib qolib turib, haqiqatni tutib minish, haqiqatga ergashish bu ilgirki oyatga tashabbus qilingan bir ahdi edi, bergan va'da edi. Biz buni bergan to'q. Bir odam bir dinga kirdim degan gap, din eng bunun insonga haqiqatga taslim bo'lishni o'rgatadi. Shu buning ismi islom. Taslim bo'lish, bo'ysunish, haqiqatga ergashish degan ma'noda. Endi mushunchalar va'dalardan keyin, shunchalar e'tiroflardan keyin, shunchalar iqrorlardan keyin, ya'ni yuz o'risa, buning jazosi nima bo'ladi? Jazosi faulaika humul fasiqun. Allah subhanahu va taala fasiqlarni hisob olganda bunda odamdan hisob oladi. Endi fasiqlik degan so'z normalda yo'ldan chiqib ketish ma'nosida. Diniy atalg'ularning ko'pinchisi aslidagi ijtimoiy normal boshqa hukmlardagi qo'llanilgan so'zlardan ma'lum bir o'rtoqlikni asos qilib turib diniy jihatda qo'llanildi, atalg'u ishlatiladi. Fasiq deganning asli lug'at ma'nosi fasaqa degan so'zningki bir meva pishqilib turgan vaqtida, ya'ni yo'g'inib turgan vaqtda chin bo'ladi, toshda qattiq bo'ladi. Pishib voyiga yetib meva yigilakligan vaqtida, azroq kichiklaydi meva, rasmiy pishgan vaqtida po'sti mevaning o'ziga cho'nkab qoladi. Cho'nkab qilib shunda bir shamolning harakati yoki boshqa bir harakatlar midrablam qolib qolsa, po'sti mevadan ajrab ketadi. Asli fasaqa, fasiq degan so'zning ma'nosi bu. Ya'ni mevaning po'stining ajrab ketishi fasq bo'ladi. Fa asli lug'at ma'nosi bu. Endi bu dinda, diniy istilohda qanday hukmni ifodalaydi desa, ya'ni inson o'zi mansub bo'lgan bir prinsipdan ajrab chiqib ketsa fasiq bo'ladi. Fasiqninki qaratilmasiga qarab turib ikkiga bo'lishga bo'ladi. Birisi kichik fasiq, birisi cho'ng fasiq. Kichik fasiq degan nima desa, masalan bir musulmon, bir mu'min bo'lish sifati bilan ustida nurg'un vazifalar va taklifotlar bor. Shu musulmon mu'min o'zini musulmon mu'min deb turib
şu üstüge yüklengen bazı bir mecburiyetlerini, bazı bir çeklemelerini urun diyanmay qap qalsa, yani şundan çıkıp kesse, bu küçük fasık olur. Bizimki ayetteki ma fasık, ma fe ulaykumul fasıkun fasık o emas. Ayetteki fasık qaysi? Çoğun fasık. Yani iman, ma yol, hayat yolu, hayat menheci, hayat desturu noktası duruyatkan çoğun fasık. Yani sen bir ahdini kırıp bu dini kirdin. La ilahe illallah digenin gününden tatip bir toxtam tüzüştün sen Allah bilen oturanda. Bu yolda mağıdığanğa. Endi sen bu yoldan çıkıp yüz öğürsen. Sen manda kılıman. Manda pozisiyada buluman. Hakikat gelse egişimen. Digen ahdi vaadlarını bir boğandın ki bu yoldan kendini çekin vağının ma en çok pasıklık. Ayetki pasık bu pasık. Normalde şirk mi şu? Münafıklık mı şu? Çoğun küçük dep ayrılırdı. Mesela çoğun şirk digenimiz Allah'tan başka birisini şirk kılıp durup ibadet kılsa, yani Allah'tan çoğun kölse, bu çoğun şirk olurdu. Bunun da imandan tüpten çıkıp gidiyordu. Küçük şirk, bir adam Allah için halis kıldığın amel ibadetini riya kılıp, palanı yaşlısın degen şekilde kılgan olsa, bu küçük şirk olurdu. İkisine oturdu fark var. Münafıklık mı şu? Bir adam özü Müslüman görünüp, kalbinin tigidi kafir olup kalsa, bu çoğun münafık. Ama özü Müslüman. Yani kalbiden Müslüman, cın Müslüman yani. Ama onun da münafık tepelip kalıdığan yalgancılık, amanetke hıyanat kılıç, vədiga vəfa qılmaslık, qatarlıq bir süpetli tepelip kalgan olsa bu, yani Müslümanda münafıkның süpeti tepelgan bulup küçük münafık. Şuna okşaş pasıklıkmış şu. Nima uchun bu inson yuz o'raydi? Nima uchun bundan fasık, cho'ng fasık emas, dindan chiqib ketgan fasık deb bunda hukm qilamiz. Ma cho'ng fasık deganni tekrar tushundirsam, yani din bayatimiz misol olgandek bu odam yo'g'onib qolgan. Bu odam dindan ajrab ketgan. Xuddi postidan ajrab ketgan miyudek. Bu odam dindan qanaq ajrab ketgan, dindan chiqib ketgan gap. Ma fasık, kafirning hukmi, yani kafir degan gap bu. Nima uchun buni bu darajada yo'g'on qalpoq ko'gizimiz desa, chunki bu Allah'ın yoludan başka yolunu tanlagan bo'ladi. Agar Allah'ın yoluga qanoat qilgan bo'lsa, bu yo'lning prinsiplarini o'zining hayotiga tatbiqlagan bo'ladi. O kadar meseleni nait inçkileştirdi Allah subhanahu wa ta'ala. Çünkü peygamberler bununla iqrar qilib guvohlik, mu'minlarga Allah özümü guvohchining qatoridan bo'lib ilgirki oyat o'qidik buni. Bu kadar chingitgandan keyin bu yolunu taşlap koyup başka yolunu tallaş deganlikning o'zi bu dindan chiqqanlik bo'ladi. Çünkü bunundan başka doğru yol yok. Çünkü bu yolunu Allah bizga avatdi. Allah'tan başka ilah olmag'achqa bundan başka doğru yol yok. Allah'ның menhecinden başka menhec hem kelmeydi. Hayat yaşaş usulü kelmeydi, peyda olmaydı. İlla ki insanlar özü üçün hayat yaşaş prensiplerini peyda kılıvarsa, özü tüzü varsa o başka. Yani özü tüzü oladı. Hem de Allah'ın yolunu kap koygan adam gibi sana deydiğimiz neymi o karındaşlar? Senin ikinci bir ilah tapamaysan onun yoluğa erişmağındalanlar. Erişmağınsan kimin yoluğa erişmağınsa insanın yoluğa erişmağınsa. Başka erişken adam degen çokum nime izleydi, kimni izleydi? Üzdün yuqori. Üzge dünya ahiretlik bahis saadet kapalatlı kılalaydıgan birisini izleydi aslında. İnsanga bunun için Allah'tan başka en yaxşı namzat yok. Ama insan qanday qiladi? Allah'ның menhecinden yüz öğreydi. Üzüge okşaş insanın tüzgen kanunları, tüzgen yolu bununla erişidir. Bu asıl layık emas. Bu Allah'ın yolundan pesaka oğallık. Yani bayarın çoğunluk ya Allah'ın yolundan çıqqanlık bu. Çünkü ten adam, üzgü ten adamga erişmeydi hayatta. Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazla merhameti. Biz insanlarni özümüzge okşaş insanlarga eriştim qutqazgan aslında. Sen üzenge okşaş insanlarga erişme. Allah'ın yoluga ergeç. Nimişqa? Çünkü her insanın bir hahişi var. Bir menfaati var. Bir hevesi var. Kaçan insan bir yolunu peyda kıldı. Hayatga prinsip to'xtatdi, qonun tuz degan gap, shu tuzgan yo'l, prinsip qonunlari cho'qim shu insonning ma'lum manfaatini chiqishiga asosda yoki xohishiga mos shakl tuzlidir.
Yani o təvə bir sinifning mənfəətli kafalatlik qilish kerak. Havai havas, xohish, manfaat bo'lmagan dunyoda inson yo'q. Demak, insonga ergashmagan gap boshqalarning manfaatining qurboni bo'lib ketsa, mutlaqo degan gap yani. Bu yerda Allohdan boshqa iloh bo'lmasa, inson uning yo'liga ergashishga rozi bo'ladigan. İnsanın ahvoli shu tursa, endi inson bu ahvollarni ko'rib turib, yana bu Allohning manhajidan yuz o'rib boshqa yo'lda mangdi degan gapning o'zi aniqla chiriklikka qarab mangdi, hayotning qonuniyatining buzilishiga qarab mangdi degan gap. Qur'onda dedi Allah subhanahu va taolo sura Mu'minunninki 71-oyatida وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. Eğer insanların xahişiga ergişdiği şop qalsa, haqqını xahişga qo'yutilsa, insonga qo'yutilsa, لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. Osmon zamin hammasi buzildi, ichidagi hammasi buzildi dedi. Bu kadar Allah'ın manhajiga rozi bo'lmadi degan gap ahvolimiz bayon qilib o'tdik-ku. Bunun ortiq fasiqlik bo'lmaydi. Bu büyük bir fasiqlik bu. Büyük yo'ldan chiqish bu. Chunki Allah subhanahu va taolo ahli kitob deb da'vo qilganlardan tortib ham insonlardan ahli misoq olgan. Qanday ahli misoq olgan? Ya'ni bu yo'lda Allohning manhajiga ergish mangdiganligi, haqiqatga ergish mangdiganligi haqida ahli misoq olgan. Bu to'g'risida sal turib so'zlaymiz. 83. oyatda Allah subhanahu wa ta'ala deydi: "Afa gayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un." Acaba ular Allah'ның dinidan başqa dinni mi izlemdi acaba? Halbuki asman zemindeki hammasi ixtiyari, mecburi halda Allah'a boysunduğan olsa, dünyanın ritmi, qonuniyati, dünyadaki her hareket Allah'ın izinsiz bo'lmaydigan olsa, yani Allah ko'rsatgan yo'ldan chiqib, nerede o'zining saodatini, o'zining huzurunu topmoqchi bular. Oxirisida ham va ilayhi yurja'un ki Allohdan boshqa qaytadigan yeri yo'q. Faqat Alloh tarafiga qaytadi. Demek ularninki ahli kitob Hristiyan, Yahudlarninki Payg'ambar alayhisolamning risolatiga ishonmaganligining o'zi bular Allohning manhajini istamaydi, xolamaydi bular. Bularning oldida qiziqayotgan narsa nima? Xohishlarni asos manba qilib turib tuzilgan insonlarning hayot prinsipi bularning ko'zaydigani bu. Bu ularning aniqla ozg'unlik qopiradigan narsa. Asli Allah subhanahu wa taolo insonlarninki o'ziga qarata mantiqiy bo'lishni xohlaydi. Ya'ni masala aqlga uyg'un kelishi kerak. Qanday aqlga uyg'un bo'lish kerak? Allah subhanahu wa taolo koinotni hammani yaratdi, qarindoshlar. İnsonni koinotga qul bo'ldi dedi. İnsonni koinotga xo'jayin bo'lsin dedi. Butun dunyo san xizmat qilsin dedi. Dünyadaki mevcudat qarab bakınlar, insonga xizmat qilmaydigan bir mevcudat bormi dunyoda hayotda? Hayvonlar desa, insondagi aql yo'q, tafakkur yo'q. İnsanlarga qul, ya'ni insonlarga xizmat qiladi. O'simliklar hayvonlarga xizmat qiladi. Jonsiz tuproq va havo va boshqa narsalar o'simlik, demak, yig'ib ekansak hammasi insonning xizmatini qiladi. İnsonning irodasiga bo'ysunadi. O'simlik jonsiz, narsalar jonsizlar va hayvonlar hammasi to'liq insonga xizmat qiladi. Anaqanikin insonni bir dunyoda qul bo'ldimi de Alloh? Mana qalangda bo'lsin. Mantiqino insonda aqlli bo'lsa asli o'ziga berilgan vazifaning xarakteriga qarab baqish kerak. Insonni hayotda boshqa hayvonlarga o'xshash sen qul bo'l, boshqalarga xizmat qil demadi. Balki sen xo'jayin bo'l demadi inson dunyoga. Hamma sen xizmat qilsin demadi. Mana tushunishing kerak aslida. İnsan o'zining ahvolini o'zi biladi, kuch-qudratining qanchaliligini, iqtidorining qanchaliligini biladi. U atrofdagi inson xizmat qilayotgan u narsalarninki, u shaylarninki o'zining iqtidori bilan bo'ysundirganligini asad men aqlga sig'maydi. Ya'ni insonning ulug' kuchi yetmaydi amaliyotda. Hatto insonning vujudida inson xizmat qilayotgan, inson uyquga g'arq bo'lgan vaqtida xizmat qilayotgan bir sistem bor insonda. İnson agar o'zining kuchiga tayansa qilolmaydi uni.
İnsan uyku qara qiladi, bütün bedendeki nefes sistemi normal işleydi. Kan aylana sistemi normal işleydi. İnsan bu haqda o'ylab bakmam. Yani mantiqiy bo'lish kerak inson o'zi bilan. Qarab baqish kerak, atrofga qarab baqish kerak. Dunyoda o'zi eng cho'ng to'sa, o'zidan cho'ng maxluq bo'lmasa ma dunyoda hayotda, ya'ni o'zi bilan o'xshash yoki o'zidan tuvan maxluqlarni o'ziga xo'jayin qilmoqchi bo'lish hech aqlga uygun emas. Asli inson o'ziga munosib bir xo'jayin izlash kerak. O'zidan qudratli bir xo'jayin izlash kerak. Dedikki, hayotda, dunyoda inson xo'jayin bo'lgandek maxluq yo'q. Mashta ahvol ostida g'ayibdan bir elchidan birisi kelib, "Ya sening ilohing va seni yaratdi. Sening uningga qo'lchilik qilib, shuning ko'rsatmasi bo'yicha men shuni istaydi" desa, ha, ahvolga eng uyg'un gap mening yashash ahvolimga ko'ra. Chunki maxluqlar ichida mendan cho'ng yo'q. Mendan cho'ng birisi kelib, meni menga xizmat qilgan. Bu aqlga uyg'un. Buni tushunish kerak. Nimishqa inson buni tushunish uchun atrofga shunday qarab baqsa bo'ladi. Atrofda turli maxluqotlar bor. Bayatligimizda jonsiz narsalar bor. Uning o'z oldiga bir xizmati bor. Hayvonlarning o'z oldiga bir xizmati bor. O'simliklarning o'z oldiga bir xizmati bor. Qarab baqsin, insondan boshqa har qanday bir maxluq o'zining xizmatidan chetnagan ahvol bormi, yo'qmi? Bir ot desak, ot shunday bir yaratilganki, uning vujudiga shunday bir buyruq yezib etilinganki Alloh tarafidan inson shunga xizmat qiladi. Atning kuchi insondan yuqori amaliyotda. Sen uni minisa, bir narsa tushqi ishlatsa va boshqa. Shu ot kunlarning birida sen qarshilik qilib, sinib bo'ysundirib, seni ish qilgan ahvol bormi, yo'qmi? Yo'q. Har zaman o'zining yaratilma xizmatiga sodiq bir shaklda insonning xizmatini qiladi. Allah subhanahu wa ta'ala atrofdagi butun mavjudotga inson xizmat qil. U mayli mu'min bo'lsin yoki bo'lsin, kofir bo'lsin. Ma bir rububiyat adolat Allohninki. Chunki mu'minni kofirni Alloh yaratib, ziminga ishkinisini Alloh ekegan bo'lg'achqa, ziminda mushu o'zi ekegan maxluqlarga butun mavjudotni qana qilib berdi, xizmat qildirib berdi. Quyoshning bir qatim men bunday insonlarga chiqib nur sochmayman deganini ko'rmadik. Har zaman chiqadi. Havoning bir qatim qarshi chiqib o'zining xizmatidan voz kechib, men bunda insonlarga qana qilmayman, xizmat qilmayman deganini ko'rmadik. Yomg'irning bir qatim men bunda insonlarga yog'mayman deganini ko'rmadik. Sura Yasinninki 72-73-ga qarasak, bularning hammasi bayon qilinadi. Va dallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masharib afala yashkurun. Biz hamma insonga bo'ysundik da'vatida. Ularning ichidan minadiganlari va insonlar hayvonlarning ichidan go'shini yeydiganlari va manfaatlangan ichimlik qiladiganlari va ajaba buningga inson tashakkurni bildirib, insonga bu qadar qilib berdi Alloh subhanahu va taolo. Ammo insonning ya'ni mush nuqtalarni tushunmay qolmasin, tafakkur qilsin uchun hayvonlarning ba'zini insonga ko'ndirmadi. İnsanlar işletemeydi hayvanlarının bazısını, küçü yetmeydi. Mesela deyli, tügüdek bir yuğan məxluq insanga mulayimçe boysunudu. Yaddısı yatıdı, kopdusu kopudu, mağdısı mağdı, minsi minidu, öldürüp yisi yeydi, sütünü işidi. Yolvas eyiqlarçı. Tamam, o xili çoğun məxluq bir jilançı. Bir xiriç kelmeydiğen jilanını insan boysunudu alamda acaba mesela. Hiclan qarısı mı? Bəsi yavaş, bəsi yaman. Tağdək hayvanların insana boysundurduğu bir qırıç kelmeydiğen kiçkin məxluq insana boysundur. İnsan qorxudu onundan. Bunların hamısı insan bir nərsini oynayıb baxış kerekti. Yani kainat mənə şuna xizmət qıldı ekan. Mən kainatda xo'jayin ekan. Bu xo'jayinlikni mənə kim verdi? Zimində faydalıqlan bir nərs bolsa, mənim xizmətimdə ekan. Bir qatim mənə xizmət qilishdan baş tatmabdı. Mu'min, kafir demey biribdi Allah subhanahu wa ta'ala. Çünki Allah'ın Rablık sıfatı bu, Rablık nimeti bu. Rablık mu'min kafirin həmin özüge aldı bilisizlər.
Ammo sabab qonuniyat o'rnatgan bo'lg'achqa, shu nozu ne'matlar yoki hayotda inson xizmat qiladigan nuqtalarda mu'min olsun, kafir olsun, sababini qilganga Alloh rizq beradi, sababini qilmasa bermaydi. Bu Allohning rububiyat atasi. Ammo qilgan, qilma, mayol bo'yicha mang, ayol bo'yicha mangma, ma'u Allohning uluhiyat atasi. Buni faqat ergashganlarga beradi. Ergashmaganlarga bermaydi. Hamda hayotdagi yashash shakli mush ekan qarindoshlar. Koinot barcha ichidagi o'ziga olgan mahluqotlar bilan insonga chekinmasdan o'zining xizmatini to'liq ado qildi ekan. Ajoyib maslashdi ekan. Koinot shunchalik maslashliq dunyo, hayot, qonuniyatlari. Bir-biriga aslo zid kelib qoldigan ish yo'q. Kecha olmay tursa, kunduz kelib qoldigan, kunduz olmaydi kecha, unda ish yo'q. Hammasi shunda o'z ritmi bilan mengayotgan, birlam buzilayotgan narsalar. O'zmi inson. Koinotdagi har qanday bir buzilishni ko'rsak, aqtirib baqsak insonning qo'li bor. İnsanның qo'li yo'q yerda hech qanday buzilish yo'q. Hammasi shunda normal. Havodan shikoyat qilgan birisi yo'q. Ammo qachonki havodan shikoyat qilib, menga zarar berdi deganning aytsa qarab baqsak, shu havoning bulg'unishiga insonning bir kishilik tuhfasi bor. Sudan shikoyat qilgan ahvol yo'q. Ammo shunda sudan shikoyat qilganimizda qarasak, bu shikoyatning asl manbasining inson ekanligini ko'rib olamiz. Demak, hayotda insondan boshqa tamomiy mahluq shunchalik moslashgan, hech qanday buzilish yo'q, hech qanday ritmsizlik yo'q. Chunki bularning hammasi Alloh subhanahu va taolaninki o'rinlashtirishi bo'yicha ma'nodir. Illaki inson. Chunki Alloh insonga ixtiyorlik huquqini bergan, insonning hayotda yo'l tanlash huquqi va qilaman, qilmayman deyish huquqi va endi mishada Alloh butun narsalarga muvofiq bir sistemini birlitibdi. Hammasi Allohga bo'ysundi ekan, insonlarga ixtiyorlik beribdi. Sen men ko'rsatgan yo'l bo'yicha mangsa, yo ixtiyoring mangmaysa. Inson qachon Alloh ko'rsatgan yo'l bo'yicha manganda hayotdagi boshqa koinotlar moslashgan bo'ladi, hayotlik go'zal davom etadi. Ammo shunda chiqsa, belchiriklik, fasod, buzg'unchilik shu yerda yuz beradi. Bugungi oyatda insondan da'vatqini shu Allohniki. Afa g'ayrallohi, afa g'ayra dinillahi yabghun. Allohning yo'lidan boshqani izdamda ajaba bo'la. Hayotda Alloh ko'rsatgan yo'ldan, dindan, manhajdan boshqa bir yo'lda mangmoqchimi bo'la? Halbuki osmon, zaminning butun harakat ritmi Alloh o'rinlashtirilgan bo'yicha inson bunga qarshi mangmay degan mazmun. Ya'ni osmon zamindagi butun narsalar ixtiyoriy majburiy holda o'zi xolisin Alloh ko'rsatgan shaklda davom qiladi. Inson agar bu yo'ldan tanlab, boshqa yo'lni tashlab, boshqa yo'lni tanlamoqchi bo'lsa, zaminda, hayotda, koinotda hayotning ritmi buziladi. Chunki inson ta'tir iqimiga qarab mangan bo'ladi. Oxirida qaytadigan yermi ham kim tarafda? Alloh subhanahu va taolo tarafda. Endi oyatga yana bir qarag'inimizda qarindoshlar, osmon zamindagi hammasi Allohga ixtiyoriy va majburiy holda bo'ysungan degan kelgan vaqtda ixtiyoriy degan nima, majburiy degan nima. Yana bir oyatmi bor bu mazmun? Surah Fussilat'ninki 11-oyatida "Thummastawa ilas sama" Alloh osmonga keldi va hiya duhanun. O osmon shu vaqtda holatda faqala laha osmonga va zaminga dediki, "Sizlar i'tiya taw'an aw karha" ixtiyoriy yoki majburiy holatda kelganlar. Mashakil dedi. Endi har qanday narsa o'zligidan kelsa, bu ixtiyoriy bo'ladi. Majburiy kelishning ma'nosi nima? Hamda mufassirlarning ichida majburiy kelish deganni bu malaikalarga qaratilgan, jonsiz, o'simlik, hayvonlarga qaratilgan bularning hammasi qanday yaratilgan bo'lsa, shu paytda hayotini kechiradi, o'zi yaratilgan bir tabiatdan halqanmaydi, o'zining hayotdagi vazifasini chiqarmaydi degandek ba'zi tushunchalar bilan tushuntirish qiliqliq. Yana bu yerda shuni deb qo'yishimiz kerak qarindoshlar. Majburiy holatda Allohning qonuniyatiga kelsa, Allohga bo'ysunsa degan nuqtadan ba'zilar dinda majburlash yo'qda ajaba. Bu yerdagi majburlik nima deb
bizden soruşu mümkün. To'g'ri, dinda asla majburlik yo'q. Sura Baqaraninki 256 oyatida la ikroha fid-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay. Dinda asla majburlash yo'q. Haqiqat ozg'unlikdan aniq oshkora bo'lib bo'ldi degan ma'noda oyat keliglik. Alloh subhanahu va taolo hech kimni o'ziga itoat qilishga majburlamagan yada insonni yana bir insonga itoat qilish, insonni yana bir insonga xizmat qilishga asla majburlamaydi. Şoňaşqa meseleni biz yuqoridagi oyatni amaliy ashunday haqiqiy ma'nosidan tushunishimiz to'g'ri keladi. Alloh subhanahu va taolo yuqorqi oyatlarda bizga shu niyat ko'zda butun osmon, zamin Allohga bo'ysunadi. Chunki Alloh ularni yaratdi. Ularning Allohdan boshqa ilohi yo'q. Bu bir musallam prinsip masalasi. Koinotning hammasi kimning? Allohning. Alloh o'rinlashtiradi. Alloh uni bevosita qana qiladi, boshqaradi. Çünkü Sura Mu'minun'un 91. ayetinde deyilgendek Allah subhanahu wa ta'ala'nın hiç balası yok, başka ilah mı yok? Eğer ilah olup kalgan olsa hem ilah üzügü tevbe neslini ep ketip talışıp buzgunculuk çıkartı diyen mezmundaki bir ayet var. Demek Allah subhanahu wa ta'ala bir ilah iken Allah'nınki iradesine hiç kim ve hiç kim karşı çıkmaydı. Hem de asli insan özünün hizmetini, hayattaki hizmetini düşünüş gerekti. Allah subhanahu wa ta'ala dünyada insanı teklif kılgan hizmeti şu. Çünkü kalan mahluklarının ihtiyarlığı yok. Kalan mahluklarının hemmesi insan teklif kılınğana okşaş, anı kılmadı, ona teklif kılınmağlık. Çünkü onu kılma diyen teklif ihtiyarlık hukukunun bir kısmı. Allah insanın ihtiyarlığını bədi, qilish qılmaslık ihtiyarlığını ve andinkin qil ve qılma dedi. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala seni qanday yarattı? Qıladigan hem qılmaydiganга mas yarattı. Sen qılsan qıla alaysa, qılmasan qılmay alaysa. Ama senden başka mahluklarca onda iş yok. Hemmisi özünün asli yaratılgan vazifesini özü xalasın, mutlaka qılады. Hasal harisi mutlaka hasal işlep çıkardı. Men işlep çıkamayman dep onu inkar qilish yoki xizmetidan chiqish huquq olmaydi. Masalan, qo'l desek, egasining irodasi bo'yicha harakatlanadi. Bir qo'l. Men uni pastga tushira olayman, ko'tara olayman. Ammo shuna qo'l chula qolib qolsa, palaj bo'lib qolsa yoki pay üzüp ketib qolib qolsa, şu vaqtda inson qani bir ko'tarib baqsin, Xudoyim saqlasin unda ishdan. Şu vaqtda ko'tarib baqsin ma'qulmi? Ko'taramaydi. Qo'l insonning irodasiga bo'ysunadi, chunki Allah onu insonning irodasiga qanoq bergan, bog'lab bergan. Endi insondan talab qilindigini sen mushu qo'lni Allah kainatning normal harakati uchun, normal yaratimi uchun belgilagan prinsip bo'yicha qil degan ishlarni qilishga, qilma degan ishlarni qilmaslikqa ishiltish sana berilgan nima ixtiyorlik. Ya'ni birisini urma desa, boshqalar aziyat berma desa, bu shu demakki, sen ura olaysan va umay olaysan. Ya'ni urush ixtiyorliqmi bor, umaslik ixtiyorliqmi bor. Ammo hayotda hayotning buzilmasligi uchun boshqalarni umaslik kerak. Sen uradesa hem umaslık ihtiyarlıkmı var. Ama Allah'ın deydi uma deydi. Çünkü sen olsan umurudu. A B'ni olsa, B S'ni olsa, S T'ni olsa hayatta bisilen zarar. Buzlu da hayat. Muşnun okşağılan bir mesele. Yani palanını kıl, hukununu kılma. Muşnun hemmesi de kılış, kılmaslık insanın ihtiyarlık olurdu. Kılış Allah'ın körsetmesi boyunca hayatının normal ritminin kapaleti. Qımma degende qımmaslık hayatning normal bo'lishini kafolatdi, ammo aks taqdirda hayot shu yerda qanaqa qiladi, buziladi. Ya'ni inson Allohning qil degan yo'liga ergashgan vaqtida atrofidagi inson uchun va insonning xizmati uchun bo'ysundirilgan bir sistem bor, shu sistemga uyg'unlashgan bo'ladi. Ya'ni dunyodagi butun sistem bir tarafga qarab mangan yo'linishda olsa, insan Allah'ın yolda manga vaqtda şu sistemning ichiga kirib bilmangan bo'ladi. Ammo aks taqdirda butun hayotning Alloh urushilan sistemasi bu yoqqa mangsa, inson bu yo'ldan chaqni degan gap ta'tirus qilmangda mutlaqo bir masala chiqadi, bir mushkil chiqadi degan gapda.
Sura Haj'ninki 18-oyatida Alloh subhanahu va taolo alam tara ko'mdingmi annalloha yasjudu lahu ma fis samawati va ma fil ard wash-shamsu wal qamaru wan nujum wal jibalu wash-shajaru wad dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alayhi al-'adab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innalloha yaf'alu ma yasha. Ko'mdingmi Allohga osmon, zamin, osmondagi butun kishilar, zamindagi butun mahluqotlar, quyosh, oy, yulduz, tog', daraxt, hayvonlar va ko'pincha kishilar sajda qilindi. Hammasi bo'ysunib davotdi. Ko'pincha kishilar, ya'ni ko'pinchisi bo'ysunib. Ya'ni butun turlarning hammasi Allohga sajda qiladi, quyosh sajda qiladi, oy sajda qiladi, yulduzlar sajda qiladi, tog'lar sajda qiladi, jonsiz narsalarning hammasi sajda qiladi, daraxt, uzumliklar hammasi sajda qiladi, hayvonlar, jonliqlarning hammasi sajda qiladi va kishilarning ko'pinchisi sajda qiladi va sajda qilmaydigan kishilar ham bor. Qaranglar, insondan boshqa butun mahluqotlarning hammasi Allohga bo'ysunadi ekan, illaki insonning ko'pinchisi bo'ysunadigan va ko'pinchisi qanday qilmaydigan, bo'ysunmaydigan. Mushta bir ahvol faqat va faqat kimda topiladi? Insondan topiladi. Agar Alloh subhanahu va taolo insonni boshqa mahluqotlarga o'xshash, sadda Allohning irodasidan tashqari chiqib ketolmaydigan, majburiy bir xil ritmda yashaydigan yaratib qo'ygan bo'lsa, tabiiy boshqaga o'xshash bo'ladi. Lekin insonning farqi bor. İnsanın farqiga binoan hayotdagi butun imtiyoz insonga berilgan va butun mas'uliyat ham insonga otilgan. Qur'onda buni nimda bayon qiladi? Sura Ahzobning 72-oyatida biz bu hayotdagi omonatni deydi Alloh subhanahu va taolo. Omonatni tog' osmon, zamin, tog'larga tangladi. Ular unimida qo'qdi. Inson oldi, inson zalum, jahul, o'zgaga zulm qildi, nadon deydi. Ya'ni bu omonatning buyuklik darajasini tushunmaydi. Inson bu omonatni og'aligi tufaylidan zaminda xo'jayin bo'ldi. Zamindagi hamma insonga xizmat qildi. Insonga aql berildi, insonga qilish, qilmaslik erkinligi berildi. Endi mushu omonatni joyida ado qila olish uchun inson dunyoning sistemasiga moslashishga majbur. O sistema Allohning qil va qilma degan hayot dasturi, hayot yo'lida menish bilan bo'ladi. Uningdan chiqding degan gap dunyoning sistemasiga qarshi mangding degan gap. Ma'noqni tushunishing kerak. Masalan, inson o'zining aqli bilan nurg'un narsani qila olmaymiz deydi, ammo insonning aqli har doim nisbiy yerim bo'ladi. Masalan deyli, insonlar motorlik qatnash vositalarini hal qildi. Bu orqali biz insoniyatga tamoman foydali xizmat qildik deydi. To'g'ri, Alloh subhanahu va taolo insonga bergan aqllarni inson nurg'un narsalarni ijod qildi, nurg'un qulayliklar keldi. Ammo shuni bilmadiki dastlabda. Tamoman biz to'g'ri qilyapmiz deb o'ylan qilgan ishning oxirisida qanday salbiy natija chiqqanini bilmadiki, kim his qildi? Qatnash vositalaridan chiqayotgan gaz orqali havoning bulg'unishi insoniyatning bir masalasiga aylandi. Masalan, buni hal qilish uchun qoida otilyapti. Demak, insonlar unda deganlik, uni ijod qilmasin deganlik emas, ammo bu demakchi o'g'lim shuki, insonning ilmi, insonning aqli, insonning bilish doirasi doim nisbiy yerim bo'ladi. İnson tamamen hemen olmaydi. Masalan, o'tunda o't ko'ysa, buningki yer bir qismi karbonga aylansa, yana bir qismi gazga aylanadi. Bu havoga nisbatan bo'ladigan ta'siri uning boshqacha. Ammo inson shu qatnash vositalarida ko'ydirayotgan benzin desak, buningdan havoga chiqaradigan narsa anunga o'xshamaydi. İnsan anın qaraplam, bu qancha is chiqsimi, tutun chiqsimi, masala yo'q-ku degandek o'yulan mana shunda kashf qilgandan keyin buning salbiy taraflari o'rtaga chiqdi. Yani tekrar deb qo'y, biz bu yerda bir ijodiyatlarga, kashfiyatlarga qarta gap qo'yib, faqat insonninki aqlininki hamma narsaning oldikini to'liq mo'ljallayolmaydiganligini da'vatimiz. Hasharatlarni yo'qotish uchun haşarat doğrusu ijod qildi inson. Buningdan keyingi salbiyatlarni o'ylamadi. Ondan keyin uningdan bir masal chiqdi. Hep ashta bo'lyapti hayotda. Buning hammasi insonga foydali va uning ziyonli salbiy tarafini insonning tunib hitamliga yerga oldidan. Ya'ni biz bu yerda shunda demakchiki, qarindoshlar, inson o'zining aqliga tayinib mag'rurlanishi mumkin. O'zining bilgan azroq bilimiga tayinib mag'rurlanishi mumkin. Nurg'un ishlarni mush eng foydali ish degan shaklda ap menishi mumkin.
Sura Kahf'ninki 103, 104, 105. ayet degandek Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya va hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yani inson har ishni yaxshi qilamiz deb qiladi. Shunda o'ylaydi o'zi, halbuki ish qilayotgan ishlarining oqibatida ziyon chiqadi degandek bir oyat va shu mazmundagi bir oyat. Ya'ni inson agar o'ziga tashlab o'tilinsa, o'zining aqliga qo'yib o'tilinsa, insonning o'z bilimiga qo'yib o'tilinsa, insonning qilayotgan ishlarining oxirgi natijasi har doim yaxshi bo'lmaydi. Qisman yaxshi bo'lsa-mu, ammo natijada inson oxirida ziyonni o'zi tortadi. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Ziyon tortadigan inson bo'ladi. Shunga inson davomli davatimiz, yana takrorlayotimiz boshqa maxluqlarga o'xshamaydi inson. İnsonningki ishni yaxshi qilish, yomon qilish, tanlash erkinligi bor. Endi inson o'zining shu yaxshi qiladigan tarafini umumlashtirib, hayotda güzel bir işlerini ortaya çıkarmakçı olsa, muşu hayatının yaratkucusununki, ma hayatının ehvalığı qarta bizge sizip bergen yoldan menişi gerek, belgilep bergen körüsetmesi boyunca iş berişi gerek. Hayatga qarab baksak, misal alsak, misallar intayın köp kırındaşlar. Hayatının ritminin davamlışı qarasak, yer cansız, ama bu üzümlüklerine çıkırdı. Üzümlükler her xil. Hayvanlar bunun için yeydiğini yeydi, yemeydiğini yemeydi. Yeydiğini yep, hayvanlardan göç, süt, qatarlıq insanlarga kerakli olan ihtiyaçlar nesler çıkarıldı ve ondan başka hayvanlar kerakli olan nesler çıkardı. Bu şekilde hemisi öz ritminde güzel devam kıldı. Çünkü dikkat kılsanlar hayvanlar dünyasını ve başka dünyanın başka taraflarını inçkilikle gözetse her bir nesli urullaştırılgan acayip bir sistem var. Hiç kaysi o üzüge xas urullaştırılgan sistem asla ve asla bu yakka qanaqınmaydı, çetlemeydi. İlla ki insan. Bunların hemmesi Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki urullaştırılgan talimatıga boysunuplanmadı. Ayetki qarindaşlar qayt kelsek Efe gayra dinillahi yebğun Allah'ın dininden başka yolunu izlemdik ya ola asman zibindeki hem nase Allah yake hem kişi yake hem mevcudat Allah'a ihtiyari, mecburi halda qanaqılıdı boysunudu deyişi şu. Bütün dünya halısun, halımısın Allah belgilep bergen sistem boyunçalanmalıdır. Doğanlıkin illaki insan yukarı bütün mevcudatlardan başka ihtiyarlık verilgen mahluk. Üzerinize halısın, halımısın mecbur bir yere giriş. Mecbur dediğini Allah onu mecburlap Müslüman kılgız demek demez. Allah onda kıldırmak çok kalsa başka mahluk okşu yaratıdır. Ama insan şunda yaşamaya başka tanışı yok. Çünkü başka yol ziyan insanınki. Ondan başka ayetteki mecburi yaşaydı degenine eğer insanga mı eriş doğru kep kalsa insanın hayatındaki insanın üzek kılanmaydıgan bir işler var. İnsanın tallaş erkinlik yok işler var. Mesela benim toğuluşudun kaysi cinislap toğuluşum ayollu, kaysi milletin toğuluşum, kim buluşum mesela hayatta bu kadarlık meseleleri insan tanıyamaydı. İnsan özü ihtiyar iradəsinin sırt bazı işler oldu. Mesela ölüm, yetim, kisef. Bunu insan özü tanıyamaydı. Demek insan özünün aklıga her qancha tayansın. Her qancha yoldan çıkıp temerrutlik kılsın, boynu qattiqlik kılsın, insan mecbur yerdi. Yani bir yerlerde mecburi halda şu yolluğa berip qaladı ve en ahırda Allah subhanahu wa ta'ala tarafga qaytırılıdı. Ve ileyhi yurcaun. Allah tarafıga qaytırıldı. Ayette bazı vakitte yerciun şekilde kıldı, bazı vakitte yurcaun şekilde kıldı. Yerciun qaytıdı manasında, yurcaun qaytırıldı manasında. Yani insan özü halısın halımısın akıbette Allah subhanahu wa ta'ala tarafga qanaqılıdı, qaytırıldı. Çünkü bu yoldan başka tanlaş yolu yok. Manganda kılıdı, başka yolla ehmiyetlikte kılıdı. Ama
Yani ahiriste berip Allah'ın körsetken prinsipiga özü halıсын ve halımız. Hatta Müslüman bolsun da. Bazı Müslüman bolmagan bazı devletler, bazı cemiyetler bunu qıp bolmay, bunu qıp bolmay, kanun özgertip ahiriste berip İslam teşebbüs qilgan, yol qo'ygan yoki yiqilib chiqadi. Shu nuqtadan tushunsak bo'ladi. O'zi halıсын ve halımızın muş yo'lga keldigini aniq insan onundan öz ixtiyarlı bilan tanlasın bu yolunu, bununla yarışa mukafotini Allah subhanahu va taoladan olsun. Bugungi darsimiz vaqt munosabati bilan mushada oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.